Hammaga assalomu alaykum va bugun 2-kun operatsiyadan keyingi sizlarga to'g'risida aytadigan bo'lsam, burunda umuman og'riqlar yo'q, faqat bosh va ko'zlarda og'riq bo'ladi. Bu yog'iga nima bo'lsa ham men sizlarga o'zimdan kelib chiqqan holatda o'tib etaman deganman. Ko'rasizlar, ancha yaxshiman. 2-kun bo'lgan taqdirda ham ishlar endi boshlanadi deyishdi va biz 2-kundan bu bino bilan tozalashga tushib ketamiz. Profilimga kirsangiz, to'liq bu operatsiya haqida ma'lumotlar berganman. Общий summa bu oy skitka bo'lgan uchun 16,5 millionga tushdi va tashqaridan MSKT va ko'krak qafasidagi rentgeni bilan общий 17 millionga menga operatsiya aylandi. Ichida ovqatlari, xonasi 2 kishilik, hammasi shu narx ichida. Doktorlardan ham, hamshiralardan ham davoliyman. Juda ham muomalasi zo'r va hammaga birdek zo'r qarashyapti. Og'riqlar bo'ladi обязательно, chunki kichkina operatsiya emas, baribir. Ko'zda shishlar, bosh og'riqlari bo'ladi. Ketanal, analga individual qilishyapti ketma-ket. Allohim rizqimizni uzmayapti. Hamma tanishlarimizda, yaqinlarimizga kelib hol-ahvol so'rab, shunaqa kunda podдержка berishyapti. Narkozdan keyingi holat keladigan bo'lsak, ishtaham ancha ochilgan, chunki baribir dorilarning asorati bo'ladi. Ishtahangiz ochilgani yaxshi va vitaminlarni tez organizm yig'ib oladi deyishdi. Uydagilarim ham, farzandlarim ham juda ham sog'inib ketgan edim, ko'rganda kelishdi. Bu yoqda уже 2 kilo plus men vес oldim va atyok. Bu operatsiya bo'yicha sizlarda nima savollar bor? Bemalol kommentga yozsanglar bo'ladi. Operatsiyani o'zi 2 yildan beri rejalashtiraman, lekin istixora o'qiganimdan keyin 5 kun ichida bu operatsiya tezlashib ketdi. Demak, men uchun xayrlisi shu bo'lgan.